Hayat rahat farag'atni emas, azob uqubatni emas. O üstümüzdeki tabiiy mas'uliyat ve biz vicdan orqali oxirigacha ep chiqishimiz zarur bo'lgan majburiyatdir. Hayat masalga o'xshaydi. O sayfsi hajm bilan emas, balki mazmuni bilan qadrlidir. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimizda biz yozuvchi Samat Dugaylining Şinjan xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Hayot shamollari nomli romani ustida suhbatlashishni loyiq topdik. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmon qadam tashrif qildi. Bular Hayot shamollari nomli romanning muallifi yozuvchi Samat Dugayli efendi. Hayot shamollari nomli romanning mas'ul muharriri yozuvchi Namtimin Shifa efendi. Otlab o'tgan yerlar bor, lekin izchillik degan. Ulanib suvari yezilgan gap. Bu o'qigan odamga bo'lib o'tgandek bilinmaydi. Samatga Hayot shamollari nomli romaningizga nima uchun oldingi asrning 20-30 yillarni davr arx ko'rinishga qoldingiz? Hammaga ma'lum bo'lganda Qashqar tarixdan tortib ilm o'chig'i bo'lib kelgach, u yerdagi ilm fanga qiziqadigan yoshlarmi, qiyrilarmi, o'rta yoshlarmi. Şinjanning 20-30 yillar en mudhish bir chog'lar bo'lgan. Bu vaqtlarda Qashqarda zulm hammadan og'ir bo'lgan. Zulm yuqori tarafdan millatlardan keldi. To'g'ri tarafdan hokimlardan keldi. Endi shunda bir sharoit asida buningki inqaz bo'lgan emas adabiyotda. Qashqarning 20-yillardan boshlangan hayot bilan 30-yillarga boshlangan hayot en murakkab bo'libmi Qashqarda bo'ladigan bu ijtimoiy ideologiya, sotsiologiya jihatlarning hammasi intayin murakkab chirmash bo'lib ketdi. Shu vaqtda Qashqarning ijtimoiy to'g'ri hayot qanday edi? Xalq nimani o'ylaydi? Ular qanday turmush ko'chirdi? Mushlar bir yezib qoldirish zaruriyati barkan deb o'ylab, men shu 20-30 yillarni davr arx ko'rinish qilib yozgan. Har qanday bir yozuvchininki muayyan tarixiy bir davrni aks ettirib bergisi keladi. Ammo aks ettirishdagi usuli va mahorat o'xshamaganligi uchun o'xshamagan asarlarda bu xil davr arx ko'rinishi real temalar o'xshamagan tarzda paydoga chiqishi mumkin. Undaqda Namtimin aka, siz shu Hayot shamollari nomli romanning mas'ul muharrir ekansiz. Albatta kerak, shu mas'ul muharrir bo'lishingizdan bilan mush asar haqidagi tushunchalaringiz menimcha cho'qim cho'nqur ham atrofliq. Undaqda siz mush asardinki syujet qurilmasi jihatdagi xosliqining nadaligini bir sharilab o'tgan bo'lsangiz. Dugayli bilan o'rta maktab saboqdosh. Ben Şinjan Üniversitesi'ni bitkazgandan keyin Xotanning niyiga taqsim bo'ldim. Neyden ben Qashqarga tuqqan yo'qlab kelsam 73-yilga deyman, bu Samat Dugayli bir roman yozganligini gapirib qildi. Ular bu kitobni ko'rib baqaydib ko'rdim, shu vaqtda o'z qiziqib qoldim. Shu vaqtda 3 qismli kitobda, birinchi, ikkinchi kitob demagan, birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qismda. Keyin Hayot shamollari bizni ariyaga uchadi. Dugayli Qashqar Spenshayanga o'qituvchi bo'ldi. Millatlar nashriyatga berib tayyorlik qildi. Sayfingizga adabiy katib bo'ldi. Ondan keyin bizning Şinjan xalq qurultayiningki jurnali kelib ishildi. Bo'sh araliqda bir 15-16 yil o'tib ketdi, buning bir necha asari chiqdi, bu kitob ko'rinmadi. Ko'rib esimga keldi, "Voy, sening burun Hayot shamollari degan romaningni beramsa, sen shuni beray desam, qo'l yozmam yutib qo'ydi." Topolmadim dedi. Boshlar surishtirib dedim, "Ha, keyin Marum Mahmudcha Islomda bor ekan. Mahmudcha Islom saqlagan qo'lyozmani o'zi ko'chaga ekanda Mahmudcha Islom. Shuni akilib berdi, bu kitob qilib bu 3 tomni oxirgi hisobda 6 tomga mo'ljallab 96-yilda boshlangan deydi. 4 tomini chiqara oldik. Endi meningki bu asarga qiziqishim aslida shu vaqtning o'zida bizda o'qiydigan kitob yo'q. Bizning romanlarimiz 80-yilning qarasini olganda chiqishga boshladi. Mushundaq bir sharoitda yozilgan, hamman o'qigan kitob to'g'rishqa men ta'sirlar uchun qildi. Men bunga buni desam bo'ladi dedi. Ba'di 6 kitobning 4ning tayyorligini qila oldim. 20-30-yillar asosan Janubiy Şinjan o'qidim, ko'proq shu Qashqarningki ijtimoiy turmushini aks ettirib bergan hayot to'g'risida oid bo'lgan falsafiy fikrlar va
shuningdek har xil personajlar obrazini yaratib bergan. Hatto chet elga chiqib, chet elda o'qib kelgan ulamolar g'ayet yaxshi bir obraz bor, Mehmet Akçı deydigan. Andan keyin Aynur xonimga o'xshash g'ayet kuyimchan shundoq bir ayollarningki obrazlari bor buningda. Men bu shundoq bir sabablar bir tayyorligini qilgan. Abdur şu 20-30 yıllarning voqealigini shu Mirbilal Qarininki ko'zi, so'zi Mirbilal Qari uchrashgan personajlarning so'zlari orqali bayon qilgan. Bu ham bir xil syujetni bu shaklda o'rinlashtirgan. Buning ichida 3-shaxsning tili bo'yicha berilgan yoki boshqa avvallar yo'q, bir jibqa tizib o'tkazgandek, nihoyatda iditliq, sistemli holda. Yani orlab ba'zi yerlarda misol Mehmet Akçı'nın, Şajuman'ın hikoyalari var. Bularni qisqargan, bularning aslimlarini bergan, buni syujet qurilmasi ana shundoq. Undaqda asarning syujetininki oldiganning bog'lanishi, izchillik masalasida suniylik bo'lib qolgan degan qarash kelgan ahvollar bormi? Yo'q, buningda suniylik yo'q. Çünkü Samet Tugaylı öz vaqtidagi Janubning bo'lsa Qashqarning turmush ahvolini yaxshi bilgan. Odamlarning xarakteri, o'zi aks ettirib turgan personajlarningki ro'y dunyosi, shu davrdagi kishilarningki ro'y dunyosini shular orqali aks ettirib turgandi. O'sha jihatlarni yaxshi izlangan. Turmushmi ayni shu davrningki real turmushi. Bunda hech qanday suniylik yo'q. Syujet qurilmasida berilgan syujetlarni suniylik his qilmaydi. Boshqa romanlarga o'xshamaydigan syujet qurilmasidagi alayligini ta'liq qilma. Endi boshqa romanlarimizda qaraganda Dugaylninki romanida syujet bir xil inchkilik bilan tasvirlab berilgan. Atlab ketib turgan yerlar bor, lekin izchillik ega. Izchillik ega. Bizning ba'zi romanlarimizdan farq qiladigan yeri shu. Sabatga Hayot shamollari nomli roman qism boblarga ayrilmay bir başdan ahirgacha davomlashtirilib, ulanib, suvari yozilgan ekan. Oningdan boshqa qarasam, bayon tilida birinchi shaxs tilda maqarman ekanda bu. Siz qanday xo'p, bushda cho'ngachamdek bu romanni endi mushundaq usulda yozishni o'ylab qolgandingiz. Endi menga mening atrofimda kelgan odamlarga suvari yozilgan narsalar yoqadi. Andaq bo'lgandan keyin Uyg'ur adabiyotida bunday yozilgan narsa yo'q. Mening uslubimda yozilgan. Usulumda. Men mush Uyg'ur adabiyotida mushunday bir yozib baqay. Uni ustiga bu uzoq o'qib olgan. Vaqt uzoq o'qib oladigan bo'lsin deb bir shartni qo'ydim o'zimga. Buning qiyinlik darajasi mening tushunib chiqmayapti. Qiyin. Nima uchun qiyin desa, birinchi shaxs bayoni bilan yozgandan keyin buning ichida voqelik mayli oz bo'lsin, mayli ming voqelik bo'lib ketsin, shu men qatnashimiz bo'lmaydi bunda. Zo'r cheklimlik bor bunda. Buni cheklimlikni aytaylik. Uning ustida roman bo'lgan ekan, ularning nurg'un stilistik vositalarning hammani ifodalash vositalarining hammani, masalan, peyzaj tasvirlarini tortib, ichki kechirim tasvirlarini tortib, meni yozib to'g'ri keldi. Ba'zini men bo'lgandan keyin oson yozman. Ikkinchi bu nimani o'ylayotdi, nima qilyapti deganni u o'zi haq deb bilmasa, buni abtur bayon orqali yoziladi. Bu men bo'lgandan keyin o'zi bayon qilish kerak. Buni qanday bayon qiladi? Uning ko'zi, harakati yoki gap so'zlar orqali ashuning ichki kechirimlarini bayon qilib berish kerak deb to'g'ri keladi. Bunday bo'lgandan keyin men buni Uyg'ur adabiyotida bo'lib romanchiligida Uyg'urlar o'ziga xos bir yo'l yaratmayman. Degan niyat bilan men shunday usulni qo'llandim. Bu o'qigan odamga bo'lib o'tgandek bilinmaydi. Bu hamda menga nisbatan aytgan o'zimcha men shu chandamay ustulik bilan boshdan oyoqqa berib turib oldim deb qarayman. Mana. Yana shu yo'l ustida ketayotir bular orada. Uyg'ur adabiyotida bab paragraf ayirmay bir boshdan shu menni boshlab olsa, oxirigacha chiqib ketadigan birisi yozmadi. Buni men hozir o'qigan odamlarning birasidan zerikib ketdim deganni anglamadim. Menga uslub jihatdan mundaqandi. Vaqtda haliqadek buningda 20 yil, 10 yil degan gap yo'q. O'qigan odam kuchli ta'sir berdi. Kuchli ta'sir berdi. Unda olganda Mamtin aka siz shu
Hayat Şamal romanından ibaret şundaq bir zo'r hajmlik bir romanninki mana shundaq boshdan oxir birinchi shaxs tilida bayon qilinishi, shundaqla bab qismlar bilinmaymish suvar yezish masalasini asardagi o'zgachilik bir xoslik deb qaramsiz. Albatta, kitobninki ismi bor. Lekin har bir kitobning ichida birinchi bab, ikkinchi bab deganida bablar ayrilgan. Suvar. Bu dinisimi bizda kam yozilganda, bu ishlar hozirgacha bo'lmadi. Bizda hozirgacha yozgan romanlarimizda hatto ba'zida mavzu qo'ydi. Har bir babga mavzu qo'ydi. Ba'zilar mavzu qo'ymay bab deb qo'ydi. Ba'zilar son bilan 1-2 bilan epizod ayirdi. İşte yazıp kaldı. Ama Samet Tugaylı şu devirde bizde roman yok. Roman çıkmagan. Ya ki burunki romanlarını çıkan olsun biz köymegen. Bir şarayette mi yazgan este hakikaten bu. Bizden konu önemli kovuluş. İşte bir şekilde yazıp çıktı. Bir özgüçülük. Mening his qilishimcha uningdan boshqa hamda asarninki shu qurilma jihatdagi, sujet jihatdagi o'zgachilikda bulardan boshqa yana voqeaning ichida voqea. Hikoyaning ichida hikoya. Bu bir xil o'zgacha kitоб qaradim endi. Bu hamda bizningki xalq adabiyotimizda, masalan, Chor divan degan asarda aytilgan, shuningdami bor hikoyaning ichidan hikoya chiqarish. Sujetni sujetning ichidan sujet chiqarish. Buni o'zaro bog'lash. Bog'lab bo'lgandan keyin yana qaytarib asliga kelish. Bu bir o'zgachilik, bir afzallik ham asardagi mening qarshim. Shu voqealiklar bilan yashayotgandek bir tuyg'u berdi odamga. Shunday yozilgan asar turmuşga yaqin bo'ladi. Samatga roman voqealigi buningdan 80-90 yillar ilgari bo'lgan ishlar ekan. Bu ishlar odamga bir qarasa jiroq tarixdek, yana bir qarasa tunugun yuz bergan ishlardek. Hatto zamonamizdagi bir qism shaxslar shu voqealiklar bilan yashayotgandek bir tuyg'u berdi odamga endi. Mushmazlik qarta sizning bir ta'sirotingizni anglab boqingmi? Menimcha bu vaqtda turmush qanchalik chin, turmushga qanchalik yaqin yozilgan asarlar kishiga o'zimi shu turmushning ichida bordek, shu voqealarning ichida o'zimni yashayotgandek, u xuddi tunugun bo'lgandek yoki bo'layotgandek. Agar o'ziga bak tonish bo'lmasa, o'zidan nariroq bir yerda yuz berayotgandek tuyg'u berdi. Agar u turmushdan ustun turadi degan bahona bilan turmushni bo'yab ko'rsatsa, bezib ko'rsatsa, sun'iylashtirsa, bunday personajni atrofimizga qarab topolmaymiz. Bunday voqealikni hech qanday yerda uchirolmaymiz. Turmushni siz qancha puxta, qancha chunqur ifodalay olsangiz, o'quvchiga beradigan ta'siri atrofimizda bo'layotgan ishlar bor. Men o'zim ko'rmagan bo'lsam, cho'qim bor. Nima uchun sizning bir personajni tasvirlamaysiz-da? Ular bir necha personaj. Agar o'ziga naturish bir personaj bo'lsa, o'ziga tanish personajlarni yaqinlashish orqali a personaj bilan personajni tanishtirdi bu o'quvchini. Shu bunday vaqtda bu yozuvchining mas'uliyati nima desa, hammadamni bir qilib so'ziltiradigan ishchisimi, ayolmi, ermi, dehqonmi, o'xshash uyda o'tiradigan, hammadan o'xshash yo'lda mangadigan qilmay, shularning o'ziga xos turmush alayligini kuzatsangiz, bunday narsa bizning ko'z oldimizda aytib ko'p. Shunday yozilgan asar turmushga yaqin bo'ladi, ammo uni kitobdan tez uzoq qabul qila oladi deb qarayman. Samatga asar personajlarida bo'lib, asarningki asar voqealigining markaziga yotadigan asosiy personajlarda bir-biriga o'xshamaydigan o'ziga xos individual xarakterini aytirishgan gavdalanibdi. Bu personajlarning xarakteri kishiga yaqinlik, tabiiy chin bilinadigan endi. Odamningki mayilligini qo'zg'aydi ekan endi. Siz mushu personajlarni mana shundaq ularning obrazini mana shundaq ifodalashda siz oldin ola roman yozishdan burun ularning taqdiri to'g'riliq oldin ola bir boshqa turganmi yoki mush romanni yozib ketib etib buni udulliq hal qilib olganmi? Bu personajlarning ichida men Mir Bilal Qari degan shu asosli personajni bir boy so'digan o'g'li deb yozdim. Kambag'al deb yozmadim buni. Kambag'al bo'lsa ham qahramon bo'la oladi degan shu vaqtning nazariyasiga tushmaydi bu. Ham buningki
Мәшүқі Бөвсары ханымы bu Qashqarning şu andaki qazısıdır, qazıqanı işleydiğen çoğun baş katibinin kızı. Yani baş katibinin şükür tabakadaki kız olan bu. Müşünden çoğun şükür tabakadaki iki aşık meşkın birken mi de? Bunun sebebi demeydiğinde yerlik, feodal dini güçlerinin özara kutsal sokuşturuşunun dolu atkan iş bu. Yani bu işine sınıfi noktaya nazarı desek, o baylarsın böyle kemiklersin oturduğu kızı dil düşmeydi. Adamlardan içinde bir esnaf nemini taşlap, özden mal mülk cümlemizi kemiklerle berip etip, dervişlik yolunu tutulgan, tasavvufçu bir paylaşıp divanı kayırına, alakadaki zulüm desin, yol bağlanmay, oğurluk kılışkı mecbur olup kalgan bir oğrunu, alakadaki özden jutudu setilip ketken, bir ayalını, müjdeler bunun için personajların koşuk doğru geldi. Endi bunun ağırız qanday bo'ladiganligi mening tillimda hal qilib bo'lgan. Men bu ishni tushundim. Bunday hal qilaman. Biz baş ikki personaj ağırız qo'shildi. Bu qo'shilganda oddiy qo'shilib qolsa kitobxona chonqur ta'sir bermaydi. Shu bilan murakkabroq agar to'qayliqlardan keyin qo'shilishi lozim. Bunda qaraganman. Demak, shu personajning taqdirini aslida qilish, aslida yaratishni siz oldinala o'ylab, qo'lingizda pishirib olgan degan ondan asarda shunda aks ettirgan degan gap. Yezib ketib talqinmagan bu. Mukammal shunda o'yladim degan bo'lmaydi. Oxirgi nishon o bekitib bo'lgan. Endi konkret tafsilotni endi o'zgarib turdi avval qarab. Ba'zilari sharoit qarab ba'zilari o'zgarmasa, sal bo'lmaydi qarab olsa uni qo'shib o'zgartirsa. Sametga Hayat Şamalları namlı romanda Mehmet Akçı, Şacimədən ibaret iki personajmı əsərinin baş qəhrəmanı Mirbilal Qari bilan başdan axır birlə hərəkət qılıb. Həm də muş iki personajning ki çoxum onun yaratılış, onunki əsərninki süjetiga baş personajninki xarakter alayligiga ta'sir ko'rsatib turgan gap endi. Unda qolganda sizning çoğan çağda muş personajlardan kendi əsərdəki konkret rol zadı neylə? Endi bu qo'shimcha personajlarmi bir-biriga nisbatan o'z oldi xarakterlik ekan. Masalan, Muhammad Aqchi bu o'g'ri. Bu Shajumani bu yoqtirmaydi bu. Bu Mirbilal o Shajumani nima uchun yaxshi ko'rdi desa, uning o'y fikrlarini, shaxsiyatsiz do'stligini yaxshi ko'rdi. Bunda bo'lgan ikkisining xarakteri bu yana Mirbilalga o'xshamaydi. Uchini bir yerga kelsak, uchini o'xshamaydi. Uchini bir yerga. Bunun Çolpan deydigan bir qo'shimcha personaj bor. Bu Çolpanxonni keyin bu men buni aqsini bir taraf qilish uchun buning masalasini Muhammad Aqchiga chetib qo'ydim. Chetib qo'ysam bu Muhammad Aqchi buni elib Maralbeshga ketdi deb yazsam bu asallam elde olib qoldi ekan buning ishi. Shuning uchun bu nimani Muhammad Aqchini o'lgan qilib Çolpanxonni o'zini yolg'iz ketkizib o'tdim. Chunki bunday qilish Çolpanxonni davomliq shu yillardagi rahat ko'rmisin demoqchiman. Ham o yillardagi emgakchi ommaning ko'radigan kuni shu zulm. Bu bir rahat ko'radigan ish yo'q. Bunday bo'lgandan keyin men shu personajlarni, ashuna personajlarni men sizga shuna hal qildim. Men uchun odatga kelgan. Men u go'harlarga to'yiq deb qaraydigan bebaho fursat menga oldin qoldi. Mana shunday tasvirlashni Navoiy o'rgandim. Bu jihatning bir o'zgarchiligi bor. Biz kitobningki birinchi tomidagi Mirbilal Qarininki murakkab ishki tuyg'usi, murakkab ro'y holati va qalb diyolik tikisiga munosabatlik qurlarni o'qigandan keyin mushaqqa biroz muloyiza qilish baqsaq. Menga tunish bo'lgan bu manzildan tezda zevishdim. Har kuni debirak oshindaq ko'rinishlarni ko'rib turardi. Endi yana bir tarafga berib qo'lishib qolgan g'ol taqaqlarimga aram izlab mushtumlarimni tugib ko'kligimni kerib toza bo'lishiga bir kerilib olay deb o'ylab ikki bilakimni soning qonitida keldi. Biroq bilaklarim ko'tarilgan deb qoldi. Chunki ko'zim men oldimni qilib turgan pas saraj tamidan halqib o'tib qo'shni ho'ylining supsida turgan bir gavdaga tikilib qolgan edi.
bu gavda chang tozallab bo'lmaganlikdan va yo'q yaxshi tushganlikdan aniq farq etgili bo'ladigan bir qiz edi. Uning uchisida seriqi ko'prak atlas ko'nglik bo'lib, buni uy ichida kiyish kerak, yoqsi keng va past edi. Shun uning bo'yin bilan o'qrak so'ngaklarimi o'chib ko'rinadi. Ashu bo'yin ustida faqat Xudo o'z qudrati bilan yarata olishi mumkin bo'lgan ajoyib nafs, nurliq, latofatli, guldunmu uz bir yuz chiptisi joylashgan ediki, bu yuzda men doim she'r va naqshlarni anglaydigan, ammo bunchalik ekanligini zodil xiyol qilib boqmagan yodek qora qoshlar, bir jup bahmu cho'nqurliqdagi chiroqdek ko'z qo'ydim hargiz yetib boramaydigandek bilinadigan qop-qora ammo nurliq shafaqni asildadigan bebaho ushqillarni chaqib turgan insonlar tili ko'z deb nom bergan go'harlar yoqtirib turibdi. Men uchun omad kelgan. Men u go'harlarga to'yqdek qaraydigan bebaho fursat menga oldin qolgan edi. Biroq uning qarishi bilan tangla ichimga o't ketgandek bo'lib barlashib bermay ko'zimni yumib oldi. Bu endi romandagi Mirbilal qari bilan Gülsari xonimninki tunji qatim uchirish fursatiga erishgan vaqtidagi bir tafsilot ekan. Siz mushiyada mushundaq chiroyli tasvirni nima vajidan kirgizdingiz? Ikkinchisi, Gülsari xonimga munosabatlik jan allaqandaq nozuk va chin tabiiy hissiyotlaringizni siz nimishqa Gülsari xonimni Mirbilalga uchrashtirish orqali aks ettirdingiz. Bu nima uchun endi shunday tasvir edildi? Birisi boshqa tasvirlarga o'xshamasin, o'ziga xos tasvir bo'lsin. Ikkinchisi, men klassik adabiyotni kichik vaqtimdan ko'p o'qigan edim. Mana shunday tasvirlashni Navoiydan o'rgandim. Alisher Navoiyning tasvirlari bundanmi katta bundanmi chunqur odam u o'qituvchilarni Doğrap bo'g'ilmaydi. Singdirib bo'lmaymiz hatto. Ham shunday bo'lgandan keyin endi bu texi qiz chokalar uchrashib boqmagan bir yigit bilan o'z yigitchi bir yigitlarni ko'rib boqmagan bir oila qizining o'rtasidagi tunji uchrashish cho'qim tasodif bo'lganini anglatdimi? Alohida bo'lishi kerak. Alohida bo'lishi lozim. Alohida bo'lgandami bu bizning tasvirlab yoki biz o'qib o'rgangan tasvirlardan chunqurroq o'tkirroq bo'lishi kerak. Men ajin tasvirlarni men ko'z oldimga keltirib turib yozgan, buni yodimda bor. Men odatda men yozgan narsani tasvirlasam ko'z oldimga keltirib turib tasvirlayman. Hamtiminka romandagi Abdur tili va personajlar dialogiga ishlatilgan til hozirgi zamon Uyg'ur tili formasiga xos bo'lgan o'lchamlik til bo'lsa-mu, lekin romanni o'qigan kishiga bu tilda qandaqdir? Yana hozirgi zamon Uyg'ur tilida azroq farq qiladigan bir qadimiy tuspada tuyg'u berdi ekan endi. Tildagi bundaq puraqninki nadaligini biz gap biraylansak gapiramaydi ekanmiz. Lekin shunday tuyg'u bo'ladi ekan biz ham tabiiy holda. Siz romanlarni tayyorlash davomida mush nuqtani his qilganmidingiz? Men tayyorlash jarayonida bu emas, shu burun dastlab ko'rgan vaqtimda his qilgan. Bu kitap bugungi yoshlarimiz uchun sal notunush. Lekin 20-30 yillarda Qashqar atrofidagi ulamo sifat odamlar, savdogarlar, boylar, qozilar, shunga o'xshash odamlar ishqilib biroz bir diniy jihatdan bilimi bor odamlarningki tili deyishga bo'ladi. Shu jihatdan bir xil o'zgarchilik bor. Hozir tilimizdan farq qiladigan tarafimiz. Romaningizdan siz rozilik his qilamsiz? Bo'ldi shu vaqtda to'liq chiqqan kitob bor. Hozir emas, buninglikimi, buning o'qirmanlari suyib o'qiydigan asar deb qarayman. Samatga romaningiz yozilib 35 yildan ortiqroq vaqt yutibdi endi. Gerçi shundoq uzun yil bo'lgan bo'lsa-mu buningga cho'qim romaningiz nashr qilinib avom bilan yuz ko'rishgandan keyin va shundoq qayta romaningiz nashr qilingandan keyin cho'qim romaningizningki
shu yezilishi va boshqa taraflarga munosabatlik o'zingizning cho'qim ta'sir tushunchalaringiz bor. Shuncha yillar o'tib ketgan bugungi kunda endi shu romaningizni siz rozilik his qilamsiz? Konkretroq desak, Mer Bilalning shu bir yezida baylar yollanib ishlaydigan bir ko'rinishlar bor. Asha o'shiqchi ekan. Nima ishqa? Nima uchun uningki asosiy syujetning birisi az-to'g'ri chatlagan yeri bor. Bu Mer Bilal qotillik shiriklarni o'ldirib degan nom bilan qochdi-chu bu Qashqardan. Qochgandan keyin bu Qashqarga berishi mumkin emas. Bu ba'zilar tutib oladi buni. Shuni bu yurishirib yurish kerak. Yana bir voqelik chiqarib, shu yeziga apardim, shu yerda tafsilotni sal jiqrab qo'yib qopdi. Endi bu kitob kelgan vaqtida yetishmaslik bo'lmasa buni o'qiganlar bilar. Ammo men buni bo'ldi shu vaqtda to'liq chiqqan kitob bu. Deb qarayman. Namtimenka siz Hayot shamollari nomli romanining ham bir o'qirmeni, ham bir tahriri bir uslubyingizdan qanday baho berasiz? Yazgıcı özününki ilgirki şu 20-30 yıllardaki turmuşunu yoritish arzusu boyunca özünün edebiyat düşüncesi, qarışı, özünün kabiliyeti asasında Tolçul xahişini özü yuqtamay, lillalıq meydan turib yazıp çıkan eser. Bu eserinin bədiligi mi yuqarı, tili cəhətli mi, özgüçülügi var. Ben özəlmiş kitabının məsul muhariri birinci, ikinci kitabını qolda çıqırıb qoydum, papam hatırı. Endi bu 4 kitap e'lon qilindi, 5-ci, 6-cisi bundan keyin chiqishi mumkin. Bu cho'qim bizning xalqimiz yaxshi ko'rib o'qiydigan asar bo'ladi. Davrning sinig'idan o'talaydi. Hozir emas, bundan keyin buning o'qirmanlari suyib o'qiydigan asar deb qarayman. Asar yaxshi yozilgan. O ishki maqomni o'z milliy ro'yxatning qo'rg'inish ustida qo'ydi. Özü xas milliy xarakterinin imkansız üstüde kuvvetli. En işki manevi duygan. Bu kitabın yazılışına muşundak iki əsrlik sebep olur. Məngu təkrarlığında qayt yaratqılı olmaydigan müqəddəs manevi baylığı. Oxuş təşkil qılğan 100 münəvvər kitabının birisi bo'lib baholanib keldi. Kitap o'qib chiqib, uni to'g'ri tushunish bizning tuyg'umizni g'idiqlab, ruhimizni yuksaltirib, vujudimizni illatadi. Kitap har qanday fanning jini va yurik. Har qanday narsaning ibtidoi xuruj. Qadrli ko'rman do'stlar. Bugungi suhbatimiz nishiyat oxirlashdi.